Assalomu alaykum muhtaram birodarlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga rizq va barakot uchun o'qiladigan Hizr alayhissalomning duolarini havola qilamiz. Marhamat, kimning halol boylikka erishish istagi bo'lsa, ushbu duoni biz aytgandek o'qishga harakat qilsin. Biz bu duo virdining foydasiga guvohmiz. Kimga o'rgatgan bo'lsak, bu sirdan bahramand bo'lgan. Bu duo nafaqat rizq va boylik, hatto har xil g'am tashvishlardan ham himoya qiluvchi sirga ega. Ibn Abbos deydilar: "Man qalahunna hina yusbihu wa hina yunsa thalatha marrat amanahu Allohu min al-gharqi wal hirqi was surqi wa min ash-shayatin wal hayyati wal aqrabi." Kimki ertalab va kech bu duoni 3 martadan o'qib yursa, Alloh uni g'arq bo'lishdan, kuyishdan, o'g'ri zararidan, shayton va jinlar zararidan, ilon va chayon zararidan omonida saqlaydi. Boylik istagan kishi ham ertalab va kech 3 martadan o'qishni odat qilsa, inshaalloh taolo maqsadi tezdan amalga oshib, kutmagan tomonidan rizq va baraka kirib kela boshlaydi. Shunda duoni to'xtatib qo'ymaslik kerak. Uni bardavom o'qib yursa, boylik bardavom bo'ladi. Inshaalloh taolo. Duo budur. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah ma sha Allohu la yasuqul khayra illa Allah. Bismillah ma sha Allohu la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma sha Allohu ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sha Allohu wa la hawla wa la quwwata illa billah.